Kech kirganda farzandlarim shirinlik yegisi kelib qoldi. Uyda esa shirinlik qolmabdi. Yarim soatda yes qilamiz-da deb pechenyega urindim. Unni yarmini margarin bilan kroshka qilib olamiz, qolgan yarmini olib qo'yamiz. Ustiga shakar, tuxum sarig'i, qabartma, smetana, unni qolganini solib xamir qoramiz. Tindirish ham shart emas, 1-2 sm qalinlikda yoyamiz. Qolib bo'lmasa, stakan bilan yarim oy formasini beramiz. So'ng duxovkaga yuboramiz va singdirib pishiramiz. Issiqligida saxarni pudra sepib dasturxonga tortamiz. Uydagi bor masalliqlar bilan oson va foydali retseptlar kerak bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.